Hop, assalomu alaykum hammaga. Biz YouTube tarmog'ini kuzatib turganlar. Bugun sizlarga termotrubka o'zi nima, termotrubka qanaqa ishlaydi, foydasi nima, qancha ishlab beradi, hid nimaga chiqmaydi, hozir ma'lumot beraman. Bitta narsa meni o'zim ham qiziq bo'ldi. Buni rekomendatsiyasida o'zi 30 bar atrofida momos ishlaydi deydi, lekin 100 davleniyagacha u chidamli. Tekshirilgan zavodda 100 davleniyagacha. Hozir men bu trekerimizda 120 davleniya bor ekan. Hozir men buni ulab qo'ydim reduktorga. Hozir buni bitta sizlar bilan ochib ko'ramiz. Bu reduktor ham asli bilan kod davleniyani ko'tarmaydi. Bitta ochib ko'raman. Menimcha bu yorilishi ham mumkin reduktor. Lekin aslida men trubka uchun qildim. Agar bunda Ispaniyada portlab ketadigan bo'lsa, anaqa reduktorimiz keyingisida metanga ulaymiz. Prosta bitta trubkani tekshirib olishimiz uchun biz trubkani ishlatyapmiz. Buni o'zi bilasizlar, propanda 10 atrofida bosim bo'ladi, lekin biz buni 120 bosim tekshirib ko'rmoqchiman. Chunki zavodda o'zi ham unaqa tekshirmagan menimcha. O'zi bu trubkani biz nimaga ishlatamiz? Mana qo'limdagi oddiy temir trubka, mana yaqindan ko'rsatsangiz, mana ichlari ham sal zanglab qolgan. O'zi temir trubka. Bu qo'limdagi termoplast, shu termotrubka. Ham buni razmeri bundan kattaroq bo'ladi. Bunda gazning oqimi erkin harakatlanadi. Mana temir o'zingizlar bilasizlarmi? Temir baribir qattiq material bo'ladi. To'g'ri, buni bukish mumkin, lekin xohlaganda emas. Bunda bo'ladigan bo'lsa, trubkani xohlagan holatda buksa bo'ladi. Keyin krutoy pavorotlar bo'ladigan bo'lsa, trubka buklanib qolmaydi. Trubkani o'zi xuddi shlangdagi anaqa baquvvat plus usti o'sha himoya qoplamasi bilan izolyatsiya qilingan. Bu termotrubkani sizlarga nima deydi, beradigan pluslardan bittasi. Eng yana yaxshi plusi, keyin masalan bu trubka masalan reduktor bo'ladigan bo'lsa, ko'p holatda mana shu yerga temir qotadi. Temir qotganda agar bu vibratsiyani hisobida bu ozgina qimillasa trubka qo'yib qolishi mumkin. Chunki buni nimasi sal shu qotirilgan joyi nisbatan nozikroq bo'ladi. Termotrubkada bo'lsa, uni xohlagancha qimillasa ham bu trubka shu joyidan qo'yib yubormaydi. Shuni hisobiga aslida bu 8 trubkalarda alyumindan foydalaniladi. Imенно zapravishni joyi alyumin, buni qo'yib yuborishi juda oson. Har zapravka qilinganda shu zapravishni qimillaydi. Uni ham bir video qilib ko'rsatamiz. Bunda bo'lsa, mana shu narsa qimillaganda ham o'sha stiklardan gaz qo'yib yubormaydi. Ham bu xohlagan joyidan, misol trubka mana ko'ryapsizlar, mana xohlagan holatlarni xohlasangiz yumalab qilasizlar, xohlasangiz uzun qilasizlar, xohlasangiz mana shunaqa shlankadagi arqa tomondan shu motorni oldigacha bo'lgan joyga yetib keladi. Hech qayerga xalaqit qilmasdan. Chunki temirni baribir bu shlankadagi boshqarish qiyin. Eng qiziq kulminatsion nuqtasi, hozir buni ochib ko'ramiz. Hozir men kuni kesgan balonning ichiga solib ko'rmoqchiman, chunki bu otishi mumkin, chunki bu alyumin bo'ladi baribir. Menimcha otadi ham, lekin qiziq bo'ladi men o'zimga ham. Bu otadigan bo'lsa, bundan keyingisi metan moslab qo'yamiz. Metan turi reduktori, chunki u baribir bosimga chidamli bo'ladi. Trubka shu qoladi. Shu trubka yorilib ketadimi, yo'qmi? Baribir любой narsani zavod tekshirgandan ham og'irroq holat tekshirilsa, agar o'sha holatda ham podvayt qilmasa, bu ancha ishonchli bo'ladi. Bu trubkani o'zi rekomendatsiyasi 5 yil ishlatish so'rogi. Agar yaxshi sharoitda ishlatilsa 10 yilgacha ishlaydi deyiladi. Endi bizning sharoitda menimcha 5 yildan sal o'tib qolsa kerak. Chunki bizning sharoit o'ta sovuq yoki o'ta issiq emas. Baribir boshqa joylarga qaraganda o'rta sharoit hisoblanadi. Hozir buni ochib tekshirib ko'ramiz. Ochchi. Hop, kraynida to'liq ochib qo'ydik. Men o'zim ham hayronman. Hozir 120 davleniyada, hozir trubka ham, reduktor ham otmadi. O'zi propandagi bunaqa katta davleniyaga o'zi asli chidamli emas. Yoniga borgancha opasniy, lekin alyumin, chunki otsa strushka achrashi mumkin. Sizlarga qiziq narsalar Ispaniya qilish uchun biz ham jicha xavotirli narsalar qilib ko'ryapmiz. Hop, hozir o'sha bir ushlab turamiz, bir 2-3 minut. Qani o'sha 120 davleniyada, keyin oxirida men reduktorga o'sha trubkani ulab turib ko'rsataman. Ko'pchilik negativlar ham bor. U bosim bo'lmagan boshqa. Hozir mana shu mashinamiz, shu trubkasini ulaymiz. 120 davleniyani datchida ham ko'rishlari mumkin. Hop, hozir pashti bir 5 minutcha bo'lib qoldi. Davleniyani ushlab turibdi, lekin men o'ylaganimdan yaxshiroq reduktor ham, trubka ham. Nimaga?
Chunki u рабочий давленияsi o'zi 30 ga moslashgan, 100 davleniyagacha ko'taradi deb berilgan bizga. Lekin asli bu trubka metandek emas, u propandek bo'lgan hisobiga hozir o'zi рабочий davleniyadan 10 barobar надежный u degani bemalol qanaqa holatda bo'lsa ham ishlatsa bo'ladi. Hozir buni o'chiraylik, keyin tekshiramiz yana. Xo'p, mana o'sha jabrlangan termotrubkamiz. Mana o'zim ham hozir hamma yo'g'ini bitta-bitta qarab chiqdim, hech qayerda ishmadi. Nimaga men buni hozir bunaqa kod davleniyani tekshirdim, bitta ko'rsataylik. 120 deydi, bir xillar ishonmaydi ham, negativlar yozadi, sen aldading deb. Xo'p, mana 110 ga tushib qolibdi. Mana shu bosimda hozir tekshirdik. Chotki anaqadan o'tdi tekshiruvdan. Nimaga men buni tekshirdim? Bu o'zi Turkiyaning o'sha original termotrubkasi, shu Atsker firmaning o'ziniki. Biz bundan bir yilcha oldin bu termotrubkani Xitoy ham bo'ladi. Men Xitoyda yomonlamoqchi emasman, lekin bir arzonroq bo'lsin deb klientlarga uni ham olib sotib ko'rdik. Chunki bu ham arzon emas, bitta mashinaga 400 ming so'm farq beradi. Ustanovkaga qo'yilsa, o'sha bir 5-10 ta qo'yganimizdan keyin mashinalar bitta-bitta qaytib kelishni boshladi. O'sha o'techkalar, stiglardan qo'yib yuborishni boshlagan. Mana shu tanasi, mana shu joylari ishib ketgan. U hozir mana sizlarga tushuntirdim. Bu рабочий давление o'zi 30 ga javob berishi kerak, a испытательный давленияsi 100. O'sha o'zi рабочий давление propanda o'zi bizda o'rtacha 10 давление bo'lgan bo'lsa, zapravka boringki 10 ursa, yozgi kuni ko'tarilsa 15 давление turgan bo'lsa, 15 давленияni Xitoyga ko'tarilmagan. Agar u yorilib ketadigan bo'lsa, agar klient bilmay qolib yopmasa, bu endi xavfli ozgina. Bu ham gaz chiqib ketib, bironta joyda yong'in bo'lishi mumkin. O'shaning uchun men sizlarga har doim zapchasti yaxshisini tavsiya qilaman. Iloji boricha o'sha so'rab har doim aytaman, yaxshisini qo'ydirib olinglar, chunki o'sha mashinada baribir o'zlaring yurasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan ham qiziq bo'lgan jarayonlarni tekshirib, test qilib, sizlar uchun ko'rsatib, yoritib boramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.